62 bab. Men Sion üçün sükut qılalmayman. Onun haqqaniyligi xuddi nurdek chaqnamug'icha, onun qutquzilishi mash'aldek yonmug'icha Yerusalim üçün jim turolmayman. Hey Yerusalim, hamma alla sening haqqaniyligingni, hamma podshohlar shon sharifingni ko'ridi. Sen yeni nomga ega bo'lasan. Bu nomni Parvardigor o'z og'zi bilan qo'yidi. Sen Parvardigorning qo'lida esil tojga, Xudoning olqinida xonning sallisiga aylansan. Sen endi tashlandiq emas, yeringmi xarobilik deb atalmaydı. Sen mening xushalliqim deb atılisan. Yerim turmushga chiqqan deb atılıdı. Çünkü Parvardigor sendin xushal bo'lib, yeringni yotliq qiladi. Yosh yigit yeni kelin bilan to'y qilib, uning bilan birga yashagandek, sening xalqingmi yeringda yaşaydı. Yeni to'y qilgan yigit to'y qilgan qizidan qanda xushal bo'lgan bo'lsa, sening Xudoyingmi sendin shundoq xushal bo'ladi. Ey Yerusalim, men sening shahar sepilingning ustiga qaravulla qo'ydim. Ular kech kunduz to'xtamasdan duo qiladi. Ey Parvardigorga iltijo qiladiganlar, aram almanglar, hem unumu aram aldırmanglar. Taki u Yerusalimni qurib bo'lg'icha aram almısun. Yerusalimni zemindeki insanlarning maqtishiga sazavar qilsin. Parvardigor kudretlik o'ng qo'lini ko'tirib turib qasam qilib, men endi ziroatlaringni dushmaningga ozuqliq bo'lishga bermayman. Yot xalqlarmu endi sening jafo tortib chiqargan yeni sharoblaringni icholmaydi. Faqat usul yiqqanlarla usulidan bahramand bo'ladi. Hem Parvardigorni matiyalaydi. Üzüm yıqıcılarla muqaddas ibodatxonaning g'o'ylarida üzüm sharobini ichalaydi, deydi. Chiqinglar, shahar darvozlaridan chiqinglar. Puhrolar uchun yo'l hozirlanglar. Sizlar yasanglar, yo'l yasanglar. Toshlarni ilib tashlanglar. Xalq uchun tug' tiklanglar. Mana endi Parvardigorning jakarlganlari bütün dünyagacha yetib boradi. Sizlar aziz Sion xalqiga mundaq danglar. Qara, sening qutqizg'uching kelmoqda. Qara, u mukofoti bilan kelmoqda. Sizlar muqaddas xalq, Parvardigor qo'g'digan xalq deb otilisizlar. Yerusalim e'tiborlanguchi, tashlab etilmagan shahar deb otiladi.